Shu kunlik videomni kutadigan odamlar uchun mana sizlarga vlog. Ertalabdan erimni magazinga yubordim. Zavtrga biror nima olib keling deb olib keldilar. Birgalikda o'tirib zavtrik qildik. Hamma vaqt ham birga zavtrik qilmaymiz, chunki bugun erimni выходной kunlari. Так что birga zavtrik qildik, keyin narsalarimizni kiyib aylanishga chiqdik. Aha, na samom dele bu aylanish emas, chunki erimga birta kishi yozadi, birta joyga boramiz, dokument qiladilar, u qiladilar, bu qiladi. Короче, shunaqa kunimiz o'tadi. Короче, sim kartamizni ruskiy dokumentga оформить qildik, bloklanmasliklari uchun. Keyin men shunaqa magazinga kirib obzor qildim sizlarga. Rossiyada mana shunaqa magazinlar bor, ekonom market, u yerda narsalar juda ham arzon. Erim bilan bozorlik qildik, chunki kechasi men sushi qilishga qaror qildim. Magazindan chiqib shunaqa joyga keldik. Bu napitkalar tapiokalik, bubble tea emas, yaponskiy или koreyskiy, to'g'risi bilmayman, lekin juda ham vkusli. Keyin uyga keldik, sizlarga olgan narsalarimni storieslarimga raspakovka qildim. Kimga qiziq bo'lsa storieslarimga kirib turing. Keyin bismillah deb sushini qilishni boshladim. Kстати, retsepti mana shu aktualimda, kiringlar, ko'ringlar, batafsil ko'rsatib qo'yganman. Mana shu yerda nechta sushi qildim deb o'ylaysizlar? 152 ta sushi qilibman. Birinchi degustatsiya erim, keyin erimning jo'ralari mehmonga kelgan edilar, ular ham tatib ko'rdilar. Hammalariga yoqdi albatta. Yeb bo'lgandan keyin hammamiz birga aylanishga chiqdik. Точнее, samokatlar olib, mazza qilib aylandik. Короче, bugungi kunim shunaqa o'tdi. Всем пока. Samokatda.